To'g'risi, ishonish qiyin menimcha Qodirberdiga. Menimcha Qodirberdi bu yerdagi juda ham kuchsiz qarsaklarni eshitib qoldilar shekilli edi. Bilasizmi, o'zi birinchi marta tushganning o'zida Qodirberdi Damas yutdingiz tez keling desak bo'lar ekan-a? Damasga Maksimning nima aloqasi bor? Boshqa telefon raqamdan qo'ng'iroq qiling deb aytishyapti. Balki boshqa qo'ng'iroq qilib ko'ramizmi? Darhol cho'rniga tiqib qo'ygan bo'lsalar. Shunaqa bo'lsa kerak. Toshkentga Damas haydab ketishga tayyor bo'lgan odamlar bor oramizda. Abonent band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Hozir taxminan 30 ming odam Qodirberdini telefonni ko'tarishlarini kutmoqda.